oltolik so'radi. Hay oltolik etsin, o'sha odam faoliyat yakkatar ochib qo'ysa, so'rovga jo'nab turib, oltoydan keyin yana imkoniyat bo'lib tushuntiring, o'sha odam qiladi kimdir. Endi hammasiga ular talab bo'yicha qilib bera olmaymiz. Bankda o'zini qonun qoidasi bor, uni ham tushunishlari kerak. Omonachilar oldiga uni majburiyatlari bor. Yangi ochgan odamga 100 million pul bersa, 2 kundan keyin bankrot bo'lsa, ham uni bankrotlikka o'tiramiz. Ham omonachi oldidagi majburiyatimizni bajara olmay qolamiz. Chunki omonachining pulini olib, bank uni o'zining nomidan kiritib beradi. Lekin omonachi pul so'ragan pul qaytadan kiritib so'rab beradi. Keyingisi mahallalarimizga faoliyat yuritayotganlar o'rniga kichkina ro'yxatda bitmay, qatnov yo'q, o'zingiz band qilmagan norasmiy. Bo'linglar taklif qilinglar, norasmiy tanlasi zo'rvachalar norasmiy qiladi ular. Chunki so'rovdan o'tmaydi. Keyin odam bilan gaplashib biladi, shuncha nimasi bo'ladi. Biznes boshlashni biladi. Buni sababini qo'llasak, 100 million, 50 million kirib bersak, yo'q, moliyaviy qo'llab-quvvatlasak, u zo'r tadbirkor bo'lib ketishi mumkin. Kimdir uyga bir so't politsiya qiladi. Bitta kirib bersa, o'yin so'tida zo'r tadbirkor bo'lishi mumkin-da. Keyin bir gektar qiladi, misol. Birinchi ilova kim tushunmadi?